O'rtoqlar biz Namanganga yetib keldik. Abubakir aka, bu Namanganning qaysi ko'chasi hisoblanadi? Xo'p, bu To'raqo'rg'on tumanining Yangihayot ko'chasi hisoblanadi. Bu yerda Mari Gruppa skladi joylashgan. Bitta ichkariga kirib, sizlarga skladni ko'rsatib beramiz. Bu sklad ochilganiga qancha bo'ldi? Fevral oyidamiz hozir biz 1 yil bo'ldi. 1 yildan beri ishlayapti. 1 yildan beri ishlab turibmiz. Namangan aholisi bu mahsulotlarni qanaqa qabul qilishyapti? Yaxshi, sekin-sekin savdomiz oshib bormoqda. Уже bizlarni tanishib boshlashdi mana Namangan aholisi ham. Do'konchi akalarimiz nima deyishyapti? Produktlarga feedbacklar bormi? Qanaqadir mana yaxshi, mana zo'r ekan. Do'konchi akalarimiz bizdan mamnun. Sababi oldin Toshkentga borib olib kelishgan mahsulotlarni biz hozir do'konligigacha yetkazib beryapmiz. Shuning uchun hamma do'konchilar bizdan mamnun. Xo'p, nechta do'kon bilan ishlayapsizlar hozir? Hozirgi kunda biz 600 tadan oshiq do'kon bilan ishlaymiz. Namanganda 600 ta do'kon bormi? Undan ham ko'proq. Biz yana kengaytirmoqdamiz. Biz hozir agent sonlarimizni ko'paytirganmiz, agent xodimlarimizni, dastavchilarimizni ko'paytirganmiz. 1000 tagacha olib chiqmoqchimiz do'kon sonini Namangan o'zida. Xo'p, biz bilan ishlamayotgan akalarga nima deysiz? Qanaqa ishlab ko'rishsa, nima qulay va ishlab ko'rsa, biz asosan narx-navoyimiz qulay. Biz yetkazib beramiz. Qancha vaqtda yetkazib beriladi? Bir kun davomida mana agentimiz bugun zakaz olsa, ertasi kuni dastavchimiz yetkazib beradi. Bir kunda Namanganga butun shahar rayoni, shahari yetkazib beramiz, xudo xohlasa. Ishlamagan bo'lsanglar, bitta ishlab ko'ringlar, test qilib ko'ringlar va hozirgi 600 atrofida do'kon ishlayapti deb aytdingiz. Qisqasi, bitta ishlab ko'ringlar.